Okay, look. Endi bu resimda mana shu kelin dadabalar nima ish qo'yibdi? Okay, bular nima ish qo'yibdi? The paint. Shunami? Okay, bular sirlayotibdi. Shunami? Paint some color. Bir necha rangda qanday qilmoq? Paint something some color. Demakchi ma'lum narsani ma'lum rangda sirlamoq. Okay, some. Shunami? Masalan, they are painting the wall. Okay, and ular tomni qanday qildi sirlayotdi. Okay, endi ular tomni qaysi rang sirlayotdi? They are painting the wall. Rangni keyinga olamiz. Qanday rangda? White. Shunami? They are painting the wall white. Endi ular tomni oq rangda sirlayotdi. Solga aylansa qanday qilamiz bolalar? Solga aylansa qanday qildik? BP-ni shalab manalga o'tkazib qo'ydik. Shunami? Shunday bo'lganda bu yerda are they painting the wall white? Ular tomni oq rangda sirlayotdi. Endi u tomni nima rangda sirlayotdi degan bo'lsa. And what color are they painting the wall? What color are they painting the wall? Demek ki the white ne and almost do a what color bo'ldi shunami? Okay. Okay, and do you paint your bookcase? Siz kitob shkafingizda sirlamsiz. And what color are you going to paint your bedroom? And siz yotoq uyingizda qaysi rangni sirlamoqchi? What color are you going to paint your bedroom? Siz yotoq uyingizni qaysi rangda sirlamoqchi? What color are you going to paint your bedroom? Paint your bedroom. Okay, I'm going to paint it green. And the men uni qaysi rangda? Yeşil rangda sirlamoqchi. Agar qizlar qaysi rangda sirlaydi? Pink, shunami? Pink degan shaptulcha chiqaram. Shunami? I'm going to paint it pink. Men uni shaptulcha chiqaramda sirlayman yoki ol rangda sirlayman. I'm going to paint it pink. Okay. Next one is hammer. Okay, hammer. Hammer degan nima? Ma'ni hammer deymiz. Okay, endi yana bir hammer deb bir narsa. O nima? Yeydigan narsami? Kiydigan narsami? No, look. Okay, and a hammer. Ama hammada bir mashina anlaganmi? Ama shu mashinaning markasi hammer. Va hammer birisi hammer jumi men aralashtirib o'tishga qat'iy bo'lmaydi. Ma birisi A va birisi nima? U. Bolqa degan nima deydi ekamiz? Hammer deymiz. Undan keyin masalan bir necha asboblar bor-ku. Qarab baqirgan bo'lsak, scissor deymiz. Scissor nima edi? Qaranglar. Okay, this is scissor. Qaycha. Qaycha deganni scissor deymiz. Undan keyin chancho plier. Okay, bu nima? Ambo shunami? Plier deymiz. Nima bo'ldi? Ambo. Hammer. Markalar mashina shuna. Hammer. And the hammer bo'lsa, bolqa. Bolqani hammer deymiz. Good. Next one is pink. Pink. Nima? Pink handbag. And then we show pink handbag. Yaracho pink coat. Yaracho pink shoes. And the whole round like oyoqlar degandekchi. Mushlarning hammasini bersan all round shaptilishga macho a pink car. All round qanda mashina nima degan o'maqa? Yaracho okay, wow. Pink flowers. Nima? Pink flowers. Mushu shaptilchiki rangul. Demak, endi mushu hammasining bo'ldi pink. All right. Next one is favorite. Favorite. Masalan, favorite color. Eng yaxshi ko'radigan rang. Bu sizning eng yaxshi ko'radigan rangingiz nima? What's your favorite color? Okay. What's your favorite number? Eng yaxshi ko'radigan saningiz nima? Masalan, favorite sport. Hey, what is your favorite sport? Oh, my favorite sport is basketball. Or sizning eng yaxshi ko'radigan tanarkat turingiz qaysi? Oh, basketball. Nima? Basketball. Demak, favorite sport, favorite color degan gap. So, what is your favorite color?
What is your favorite sport? Mesela soccer is my favorite sport. Football yoki football. Amerika ingliz tilida soccer deymiz. Angliya ingliz tilida tushunsangiz football. Football deydigan gap. Hamma qaranglar. Reading is her favorite. Shunami? O'qishliq bo'lsa, uning eng yaxshi ko'radigan ishi favorite. Okay, reading is her favorite. Mesela reading is his favorite hobby degandek shunami? Demak, ham favorite deganda ana aytdi, muhimi. Demak, eng yaxshi ko'radigan degan gap. Demak, ham favorite ni 5 qatim yozib o'tdim mana shu kitobdagi. Bo'lsa, shu darsni o'ng'ilg'ach bo'ldi. So'zliklar chiqsa, net skot vaqtini sarf qilib bir yaqqa yozib olsam shuncha yaxshi. Masalan, hozir yozib olsam bo'ladi. Qaranglar. Favorite. Favorite. Okay, favorite sport. Favorite color degandek. Xo'sh, hamsa bugungi darsimizningki text qismiga kelib, text. So, first of all, listen carefully. Listen carefully the text. Hamsa diqqat qilib anglanglar sağlar. Lesson 37. Making a bookcase. Listen to the tape, then answer this question. What is Susan's favorite color? You're working hard, George. What are you doing? I'm making a bookcase. Give me that hammer, please, Dan. Which hammer? This one? No, not that one. The big one. Here you are. Thanks, Dan. What are you going to do now, George? I'm going to paint it. What color are you going to paint it? I'm going to paint it pink. Pink? This bookcase isn't for me. It's for my daughter, Susan. Pink's her favorite color. Okay. Hamsa text qaranglar. Qarasaq nima deydi? You are working hard, George. You are working hard, George. And siz naiti tirishib ishlayapsiz, George. Japa chekdingiz deb qo'ydi. Shinkula. You are working hard. Demak, endi work hard deganimiz nima? Shu tirishib ishlamak. Endi siz bek tirishib o'rganyapsiz, George desakchi. You are studying hard, George. Siz yomon tirishib ishlayapsiz, George. Amsa degandek, you are working hard, George. Siz bek tirishyapsiz, shunami? Okay. What are you doing? Siz nima ish qilyapsiz? What are you doing? Siz nima ish qilyapsiz, shunami? Endi u nima ish qilyapti bo'lsa, what is he doing? What is he doing? I am making a bookcase. Men nima ish qilyapman? Men bir kitob ishkobi yasayapman. I am making a bookcase. Men kitob ishkobi yasadim. Shunami? Give me that hammer, please, then. Okay, give me mang biring, shunami? Yoki mang eviting. That hammer. Au bolqini mang bir evetsiniz, then, deydi. Give me that hammer, please, then. This nimdapti? Which hammer? This one. And the ayar ishkital bolqi vakenko. And the way qaysi bolqini? Way bu nima? Demakchi bu birisi nima? Which one? This hammer? And this one, and the mishar qaranglar, this one. One deb vakenko bu birisi nima? Demakchi shu one nanki almash. Nimaga almash desanglar shu bolqiga. Masalan, this hammer demakchi dugu. And the inglizchada ma qaytlash bo'lmaganlik sababidan hamda this one deb olmashdi. Demakchi bu birisima, demakchi bu bolqima. This one. This one desa. No, not that one. Yap, a birisi emas. Chunki hamda a birisi buma deb o'ziga yaqin bo'lgan-ku, buma men degan bo'lsam, sizga nisbatan jiroq shundami? Sizga nisbatan avu bo'ladi. Shunga men yarnima no, not that one. Not that one. Not that one. Shunami? Jiroq. O'zimizda jiroq narsani ko'rsatgani that. Shunami? Agar oldimizdagi narsa bo'lsa this
This one? No, not that one. Demek ki özümüzde jirak nesli ko'rsatganda da ishlatamiz. This degancha oldimizga kelamiz. No, not that one. Demek ki birisi emas. Demek ki musharik one mı nima olmash. Nimaga almashdi deganda, shu hammer, bulqa degan narsani o'rniga almashdi. Shunga u birisi emas. Nima? The big one. Yo'g'on birisi. The big one. Demek hamda the article o aniqlashtiruvchi. Ko'pincha ismlardir sifat kelsa, o'sha the birga keladi. Tushundingizmi? The big degan sifat, shunami? Shunga the big one, yo'g'on birisi.